Hammaga salom o'rtoqlar. Bugun Akson kompaniyasini naushniklarini video obzor qilamiz. Bugun mana shunday ajoyib restorandamiz. Bu yerda xizmatga keldim. To'g'risi men shunchaki naushniklarni sinovdan o'tkazish uchun keldim. Xizmatda esa Red Cinema video studiyasi. Shular bilan birgalikda mana shu naushniklarni mana shunday real sharoitlarda, to'yxonada baland ovoz ana shu yerda sinab ko'ramiz naushniklarni. Qani o'zini qanday tutadi bu naushniklar, qanday eshitiladi ovozlar, bular barchasini shu yerda hozir sinab ko'ramiz. Xo'sh, bu o'zi intercom quloqchinlar deyiladi. Bular komplektida 5 ta mana shunaqangi qurilma bo'ladi, 5 ta quloqchin bo'ladi. Bu degani 5 kishi 2,4 GHz dagi radio to'lqin orqali onlayn rejimda bir vaqtda o'zida muloqotda bo'lishi mumkin bo'ladi. 5 kishi. Xo'sh, bu yerda komplektatsiyasini sizga ko'rsatib bermoqchiman. Menga birinchi o'rinda yoqqan narsasi mana shu sumkasi bo'ldi. Mana sumkasi juda ham qulay ekan. Kichkinagina, masalan, bemalol, ixchamgina, yengilgina, shuna ustida mana bu ushlagichlari bor. Masalan, o'sha syomkaga olib yurishga, u yoq bu yoqqa olib yurganda juda ham qulay narsa. Sumkasi xullas menga yoqdi. Ichidan bularni naushniklar olib tashlab boshqa narsalarni ham solib yursangiz bo'ladi-da. Mana shunaqangi qopqiqchalarda bo'ladi bular. Chiroyli qopqiqchalar. Keyin xo'sh, foydalanuvchi instruksiyasi. Mana bu batareyka qutisi chiqadi ichidan. Endi batareykalari ham bor, batareykalarni naushnikning ichiga solganman-da. Keyin batareyka uchun mana bunaqangi zaryadchik, 5 talik zaryadchik. Batareykalar ham 5 dona bo'ladi. Buni USB Type-C orqali zaryadga qilishingiz mumkin. Mana bunaqangi qo'shimcha pop filtr, mana bu pop filtr deyiladi. Bu mana bu quloqchinlarda mikrofoni, mana mikrofonning o'rnida mana shu pop filtr bor. Shuni agar eskirib qolsa, yo'qotib qo'ysangiz, bemalol mana shu zapasnoy qo'shimchalarini qo'yib almashtirib olishingiz mumkin bo'ladi. Keyin bu yerda yana mana bunaqangi ambushor deyiladi bu. Ambushor bu mana bu quloqchinni mana bu ichkari tarafida turadi. Mana bu yerda ichkari tarafda turadi. Bularda ham eskirib qolsa, yirtilib qolishi mumkin yoki shuna qandaydir mo'jiza bilan yo'qotib qo'ysangiz, mana shunaqangi qo'shimchalarni siz bemalol almashtirib olishingiz mumkin bo'ladi. Xullas o'rtoqlar, men hozir mana shu tashqariga chiqdim. Restoranning devori, undan keyin yana bitta devor bor-da. Qisqasi ikkita devordan tashqarida men hozir mana shu naushnik bilan gaplashyapman. Shu yergacha yaxshi ovoz eshitilyapti. Agar mana shu bu yerdan sal yursa, o'sha aloqa uzilishni boshlaydi. Pirt deb svязь uzilishni boshlaydi-da. Shuning uchun mana shu yergacha stabilni aloqa kelyapti. Hozirga ko'rsataman restoran qayerda turganligini. Qarang, restoran xullas mana devor bor. Bu devorning orqasida restoran. U restoranning ichida turibdi ana bu sheriklarimizda. Hozir. Ha, gapiring Fazil aka, gapiring. 1-2. Nima bo'lyapti? Syomkadan gapiring. Nimalar bo'lyapti? To'yxonada to'ydagilar syomka qilyapti. Nasib bo'lsa boshladik. Ha, bo'ldi Fazil aka, rahmat. Sog'lik, omon. Endi mana shu videoni do'stlar homiysi haqida aytib o'tmoqchiman. Ushbu video chiqishiga sababchi bu Batareyka Shop do'koni hisoblanadi va ushbu do'kon rahbari Akmal aka Usmonov mana shu naushniklarni menga video obzor uchun
yubordi. Batareyka shop do'koni sababli biz mana shu quloqchinlarni, interkom quloqchinlarini sinab ko'rish imkoniyatiga ega bo'lyapmiz. Agar siz ham foto, video texnika, aksessuarlar, mana shu apparatlarga, jamiki shu bizlar sohada nima kerak bo'lsa, marhamat, Batareyka shop do'koni Akmal akaga murojaat qilishingiz mumkin. U kishi Namanganda o'z faoliyatini olib boradi, lekin o'sha mahsulotlarni, tovarlarni siz xarid qilsangiz, O'zbekistonda barcha burchagiga yetkazib berish imkoniyati mavjud. Hozirgi kunda yetkazib berish xizmati juda ham yaxshi ishlayapti. Xullas, bu homiyimizda, mana shu videoning homiysini reklamasi edi. Hozir o'rtoqlar, naushnikni masofaga sinaymiz. Masofa qancha masofaga oladi? Men hozir mana telefonimda naushnikka mana mikrofoniga qaratib, hozir musiqani qo'yaman. Hozir men mana bu derazada turibman. Hozir men tashqariga chiqib, men ko'chaga chiqaman deganim, mana shu yoqqa qarab yurib ketaman. Antennasini ham shu tarafga qaratib qo'ydim. Mana shu tarafga. Xo'sh, mana musiqani qo'yamiz. Musiqa aytyapti. Eng baland ovozga qo'ydim. Ketdik endi. Mana do'stlar, hozir naushnik mana shu derazada turibdi. Mana shu yerda qo'shiq ketyapti. Hozir men mana shu yoqqa qarab yurib ketaman. O'zim men naushnikni kiydim. Hozir muzika ketyapti. Hozir muzikani sizlarga ham eshittiraman. Muzika ketyapti. Ketdik hozir shu bilan. Xo'sh, men do'stlar, mana shu yergacha keldim. Ovoz eshitilyapti. Men sizlarga hozir qo'yib beraman ovozini. Xullas, men mana shu masofada turibman. Uyim ana shu yoqda. Ana shu yoqda uyim. Ovoz kelyapti, lekin hali ham ovoz eshitilyapti. Qani ham ozroq yurib ko'ramiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, To'g'on aka? Men naushnikni ana qilyapman, sinab ko'ryapman. To'g'ri do'stlar, buncha uzoqqa ketgim kelmayapti, lekin men mana shu yergacha keldim. Lekin hali ham eshitilyapti, signal kelyapti. Men sizga qo'yib beraman hozir. Mana ko'rishingiz mumkin. Ushlayapti mana shu masofada. Buni hozir necha metrga kelganimda sizga Google kartadan ko'rsataman, mana shu necha metrgacha kelganimda-da. Lekin mana shu yergacha signal uzilmasdan kelyapti ovozi. O'zingiz eshitib ko'ring. Qo'shiq ketyapti, ovoz kelyapti. Lekin qoyil qoldim, to'g'risi, mana shuncha masofaga ushlab beryapti. Hozir ko'rsataman qayerda turganimni. Mana qarang, men mana shu yerda turibman. Mana shu ko'chani boshida-da meni uyim. Ana shu yoqda. Do'stlar, shu yerda har doimgi aytadigan gapim qisqacha reklama. Meni qo'llab-quvvatlashingiz mumkin, faqatgina mana shu videoga like bosish, kommentariya qoldirish orqali. Agar obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying. Har doimgi gapim do'stlar. Bu shunchaki oddiy harakatlar. Bu harakatlar bilan siz meni kanalimda qo'llab-quvvatlagan bo'lasiz. Pul bering demayapman, boshqa narsa demayapman. Shunchaki like, kommentariya, obuna. Sog' bo'ling. Ko'rib turganingizdek, bu bittalik, faqat bir tarafga. Yo chapga, yo o'ngga, farqi yo'q. Masalan, bunday taqdingiz, hozir masalan o'ng tarafga taqdim. Hozirroq mana bu yerdan sozlab olaylik. Men bu yerda aytgancha bunday uzun kalta qilsangiz bo'ladi. O'zingizni o'sha boshingizga, razmeringizga to'g'rilab olasiz. Men hozir o'ng tarafga taqdim. Keyin buni farqi yo'q. Buni bundaysiga olib chap tarafga ham taqishingiz mumkin. Keyin bu yerda mana bu ustki taraflari o'sha yumshoq, endi
koja deb bo'lmaydi. Bular masalan timsoh terisidan qilingan deb bo'lmaydi. Timsoh terisidan bo'lganda narxi anchagina qimmat bo'lardi. Shunchaki shu har doimgi masalan har mana shu texnikalarda ishlatiladigan bunday ichida yumshoq machalka deydi-ku, o'sha machalkasi bor, yumshoq materialdan qilingan. Quloqqa taqiladigan joyi ham juda ham yumshoqqina materialdan qilingan, o'sha qulog'ingizni og'ritmaslik uchun. Keyin bu tarafida ham o'sha yumshoq materiali bor. Shu boshingizga qo'yganda yaxshigina joylashib turadi. Mana shu tarafida antennachasi bor. Bu o'sha aloqani stabil ushlab berishni ta'minlaydi. Keyin endi funksiyalari haqida gapiradigan bo'lsak, masalan, bu yerda men naushnikni hozir mana shu taqqan paytingiz, siz masalan gapiryapsiz. Agar siz boshqa narsaga gapirmoq, boshqa ishga gapirmoqchi bo'lsangiz, siz buni pauzaga qo'yishingiz mumkin naushnikni. Masalan, mana bu mikrofonni bunday tepaga ko'tarsangiz, mana bunday tepaga ko'tarib qo'ysangiz, mikrofoningiz pauzaga tushadi. Faqat mikrofon, ya'ni siz boshqalarni eshitib turasiz, lekin sizni ovozingizni ular eshitmaydi. Pauzada turadi. Yana gapirmoqchi bo'lsangiz, yana shuni mana bunday pastga tushirasiz. Siz yana onlayn efirga kirasiz. Hozir do'stlar, mana to'y boshlandi. Shovqin yaxshigina bo'layapti, boshlovchi gapiryapti. Men hozir bitta operatorlarga gapirib ko'raman. Mana shu yerda birdaniga videoda ko'rsataman sizlarga, qani ular eshityaptimi, yo'qmi? Shu narsani bilib olsak bo'ladi. Jamshid, meni eshityapsanmi, Jamshid? Yana bir marta, Jamshid, meni eshityapsanmi? Keysen ota onangil turida saqlagaylan kim Fazl aka, meni eshityapsizmi, Fazl aka? boshqa birovda qoshoning Fazl aka eshityapti. Davron aka, meni eshityapsizmi? Davron aka. Davron aka eshityapti. Suhrob, meni eshityapsanmi, Suhrob? Jamshid, menga qaraver, Jamshid. Fazl aka, bir orqaga qaravering, bitta orqaga qaravering. Bo'ldi aka, bo'ldi. Tekshirib ko'ryapman, tekshirib. O'sha komanda bo'lib, jamoa bo'lib ishlaganda o'sha birinchi marta naushnik bilan ishladim. To'g'risi, men shu paytgacha bu quloqchinlar bilan ishlamaganman. Va sizlarga aytishim mumkin, bu juda ham qulay narsa ekan. To'g'risi, menga juda ham yoqdi. Har doim operatorlar bilan, o'sha sheriklaringiz bilan aloqada bo'lib turish, bu juda ham zo'r narsa. Men sizga to'g'risini aytaman, men qoyil qoldim. Обязательно, yana ruschalashtiryapman. Albatta, mana shunaqa naushniklarni olishingiz kerak, meni fikrimcha. Olsangiz afsus qilmaysiz, ziyon qilmaysiz-da. Juda ham foydali, juda ham kerakli narsa. Endi do'stlar, mana shu quloqchinlarni hammaga qiziq tarafi, bilishni xohlaydigan tarafi, masalan, bu bittalikda, mana shu bittalikda ovoz qanday eshitiladi? Masalan, shovqin joyda. O'sha to'yxonada deylik, o'sha to'yxonada bilasiz, artistlar, xonandalar qo'shiqni, muzikani juda ham baland qo'yadi. Bilmayman nima ular bunday qiladi. Ana shunaqangi baland tovushli joyda, shovqinli joyda
mana shu bitta bo'lganligi uchun qanday eshitiladi, shu narsani bilishni xohlayotgan bo'lsangiz kerak. Albatta buni men mana sizga sinovlarda ko'rsatdim, sinab ko'rsatdim. Real to'yxonani ichida, to'y marosimida ishlatib ko'rdim sheriklarim bilan birga va sizga o'zimni xulosamni aytaman va xulosam to'y marosimi boshlanadi. Boshlovchi gapirgan joylarida hamma gapiryapti, bir-biri bilan shovqin, hamma o'zi bilan o'zi g'ala-g'uvur bo'lib yotibdi. Artistlarda, o'sha xonandalarda ovozi qo'yilmagan. Faqat boshlovchi gapirib turgan paytda yoki kimdir so'zga chiqib gapirayotganda mana shu quloqchinlar bilan, mana shu bittaligi bilan siz bemalol eshitasiz bir-biringizni. Mana sherigingizni, masalan, shuna turibsiz. Masalan, shunday bir-biriga gapirsangiz, masalan, tiniq eshitiladi. Mana shu naushnikda bir-biringizni yaxshigina eshitasiz. Lekin xonandalar qo'shiq aytayotganda to'yxonada bor ovoziga qo'shiq qo'yib, karnaylarni bosib, bu yog'i zo'r boyagi o'yin ketyapti, hamma chiqib davraga o'ynayapti. Tovush baland bo'lgan payti, o'sha vaziyatda eshitilishi qiyinlashadi. Men sizga to'g'risini aytyapman. Yolg'on gapirishga haqqim yo'q, sizlarni aldashga haqqim yo'q. Yana bir marta aytaman. Aynan mana shu naushniklarda o'sha bir-biringizni, sherigingizni eshitishingiz, uni gapini anglab olishingiz ozroq qiyin bo'ladi. Sababi mana bu ikkinchi qulog'ingiz ochiq turibdi-ku. Mana shu ochiq turganligini evaziga siz ikkinchi quloqdan to'yxonani ovozi, musiqani ovozi bu qulog'ingizdan uraveradi. Bu qulog'ingiz yopiq turgani bilan, lekin baribir men mana shu real anavda sinab ko'rdim, mana shu vaziyatda sinab ko'rdim. Eshitishingiz ozroq qiyin bo'lar ekan. Mana shunday mikrofonni og'zimga juda ham yaqin olib kelib, qattiq baqirib gapirishimga to'g'ri keldi. Shu sheriklarim meni eshitishi uchun-da, ular ham masalan umuman eshitilmaydi emas, eshitiladi. Lekin sal anglashingiz qiyinroq bo'ladi-da. Masalan, sizga ovoz keladi, shu gapirayotgan, sheriklaringiz gapirayotganini siz sezasiz, bilasiz. Lekin chotlik emasda, chotlik aniqlay olmaysiz-da. Bu vaziyat, yana bir marta aytaman, boyagi artistlar, xonandalar musiqani bor ovoziga qo'yib, baqirtirib qo'ygan vaqti, hamma o'yinga tushayotgan vaqti shunaqa bo'ladi. Lekin o'sha boyagi aytganimdek, oddiy vaziyatlarda shunchaki kimdir so'zga chiqib gapiryapti yoki shunchaki to'yxonaning o'zida g'ala-g'uvur bo'lib yotibdi. Unaqa paytlar gap bo'lishi mumkin emas. Ovoz chotga eshitiladi, hech qanday muammosiz. O'sha tiniq sherigingiz nima haqida gapirayotganligini, sizga qanday murojaat qilayotganligini joyida hech qanday muammosiz eshitasiz. Mana shu naushniklar bilan. Keyin biza xuddi mana shu to'yxonada mana shu hamkasblarim Red Cinema'ni o'zlarini saramonik mikrofoni ham bor edi, uzr, quloqchinlari bor edi. Va u saramonikda quloqchinlari ikkitalik edi. Ikkitalik, ya'ni mana bu ikkita qulog'ingizda ham yopib turadi. Biz uni ham qo'yib sinab ko'rdik. Men o'zim ham eshitib, taqib, ana shu quloqchinlarni ishlatib ko'rdik. Haqiqatan do'stlar, agar u ikkitali bo'lganligi uchun, ikkita qulog'ingizda ham yopib turganligi uchun artistlar, xonandalar musiqani bor ovoziga qo'ygan paytda bir-biringizni, sheriklaringizni ovozini tiniq eshitasiz. Yaxshigina, masalan, anglay olasizda, nima haqida gapirayotganligini bemalol eshitib, suhbat qilib, gurunglashib tursangiz bo'ladi. Sababi u ikkitalik quloqchinda, ikkita bo'lganligini evaziga mana shu ikkala qulog'ingizda ham yopib turganligi sababli atrofdagi boshqa shovqinlar kirmaydi. Faqatgina ikkala quloqdan ham o'sha sheriklaringiz ovozini eshitib turadi. Shuning uchun ikkitalik naushnik albatta bunga nisbatan yaxshi bo'ladi. Endi u quloqchinlar ikkitalik quloqchin bo'lganligi uchun uni narxi ham qimmat bo'ladi. Bir taraflama quloqchinlar esa ikkitalikka nisbatan arzonroq, ya'ni byudjetli variant hisoblanadi. Masalan, mana shu hozir Akson Kommosi SE, mana shu batareyka shop do'koniga murojaat qilsangiz, narxi hozirgi kunda mana shu komplektatsiya uchun, mana shu 5 ta quloqchin uchun $460 ga sotilyapti. $460. Anchagina arzonroq byudjetli variant. Batareykasiga to'xtaladigan bo'lsak, batareykasi mana bu quloqchinning bu tarafida, ya'ni ikkinchi tarafida joylashadi. Mana bunaqangi
o'zini maxsus joyi bor. Mana shu yerga mana bunaqangi turdagi batareykani qo'yishingiz mumkin. Bu 18500 turidagi mana shunaqangi palchikovoy batareyka. Ana shu elektronika do'konlaridan bu batareykalarni siz hech qanday muammosiz topishingiz mumkin-da. Agar yo'qotib qo'ysangiz mabodo birontasini-da. Masalan, boshqa brendni quloqchinlari ularda o'zini maxsus batareykasi bo'ladi va u batareykani siz agar yo'qotib qo'ysangiz mabodo shu alohida zakaz qilib sotib olishingiz kerak bo'ladi va u anchagina qimmatroqqa tushadi alohida batareykada. Mana bunaqangi palchikovoy batareykani esa siz xohlagan do'koningizda, mana shu elektronika do'konidan topsangiz bo'ladi. Bular hammasi qayta quvvatlanadigan batareyka hisoblanadi va buni amperi 2320 milliamperni tashkil qiladidagini endi kitobida shuni yozilgan, instruksiyasida mana shu quloqchinlar mana shu batareyka bilan 30 soat ishlab berishi mumkin deyilyapti. Endi men to'g'risi 30 soat buni sinab ko'rishga imkoniyatim yo'q. Lekin ishonchim komil, bir kunlik masalan syomkaga chiqsangiz, ertalabdan kechgacha bemalol ishlab bera oladi. Ishonchim hosil. Chunki men buni 2-3 kundan beri sinayapman. Masalan, kecha emas, kechadan 2 kun oldin syomkaga chiqardik. To'yxonada syomka qildik bu bilan, ishlatib ko'rdik. Undan keyin men mana sinovlarga chiqardim. Xullas 2-3 kundan beri buni ishlatyapman-da. Mana shu bitta batareyka bilan. Mana shu bir marta bo'la zaryadka qilingan edi, shundan beri zaryadka qilganim. Lekin hozirgacha quloqchinlar ishlab turibdi. Mana shu zaryadka bilan, batareyka bilan. Endi umumiy xulosa qilib aytadigan bo'lsak, o'rtoqlar, men bu quloqchinlarni sizga bemalol tavsiya qila olaman. Puliga arziydigan quloqchinlar, byudjetni yaxshi variant. Endi agar pulingiz ko'p bo'lsa, yo menga bunaqa quloqchinlar bo'lmaydi, men ikki taraflamasini olishni xohlayman. Baland ovozda ham, to'yxonada juda ham qattiq ovozda musiqa bor ovozga o'ynayotgan payti ham eshitishni xohlayman, tiniq eshitishni xohlayman desangiz, marhamat, qimmatrog'idan olishingiz mumkin. Ikki taraflamasi qimmat bo'ladi ular. O'sha qimmatini olishingiz mumkin. Lekin agar shunchaki byudjetni variant uchun o'zini puliga arziydigan yaxshi quloqchinlar. Xullas do'stlar, siz bilan Kamina G'ayrat Alimboyev bo'ldi. Kanalga obuna bo'lishni esdan chiqarmang do'stlar. Iltimos, video yoqqan bo'lsa like bosib, kommentariyalar qoldiring. Fikringizni bildirib qoldiring. Balkim ishlatib ko'rgandirsiz. Men bilmaydigan taraflarim bordir. Shular haqida kommentariya izohlarga yozib qoldiring. Bu YouTube kanalim uchun, rivojlanishi uchun, bu video ko'p kishi ko'rishi uchun juda ham muhim. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Meni bilasiz, asosiy ish faoliyatim video montaj bilan shug'ullanaman. Aynan to'y marosimlarini montaj qilish bilan va hozirgi kunda men mana shu to'y marosimlarini proyektlarini sotuvga chiqarganman. Agar ana shu proyektlarni xarid qilishni xohlasangiz, menga Telegram orqali murojaat qilishingiz mumkin. Shaxsan o'zimga bu proyektlarni siz xarid qilib, o'zingizda ishingizni yengillashtirishingiz mumkin. Ya'ni bu proyektlar asosan teaser roliklarniki, qisqacha roliklar, masalan 1 minutdan 3-4 daqiqagacha bo'lgan roliklar hisoblanadi. U yerda proyekt tayyor holatda bo'ladi. Musiqasi, effektlar, переходlar hammasi tayyor bo'ladi. Siz shunchaki kadrlarni klaviaturadan Alt knopkasini bosgan holda kadrlar joyini almashtirib chiqasiz va tayyor video rolikka, video teaserga ega bo'lasiz. Ushbu proyektlar orqali. Marhamat, sizga mana shu proyektlar qiziq bo'lsa, menga murojaat qilishingiz mumkin va bitta narsani aytib o'tishim shart. Bu proyektlar sotuvidan tushadigan pullar aynan mana shu kanalda o'ziga yo'naltiriladi. Men shaxsiy ehtiyojimga ishlatmayman. Shu kanalda rivojlanishi uchun biz ko'proq texnikalar, masalan, balkim xarid qilib olarmiz yoki boshqa qiziqarli videolar tayyorlashga, men ko'proq mana shu videolar tayyorlashga e'tibor qaratishimga sababchi bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat.